Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. 2025-yil suratlarda urushlar, namoyishlar va halokatlar yakunlanayotgan yil hamda jahon miqyosida suroli voqealarga boy o'tdi. Quyida yilning asosiy voqealari aks etgan suratlar jamlangan. Yanvar oyida Kaliforniyada halokatli o'rmon yong'inlari bo'lib o'tdi. Sababi tabiiy va insoniy omillar bir vaqtga to'g'ri kelishi edi. O'nlab kishilar halok bo'ldi. Los-Anjelesda, jumladan Gollivudda 5000 dan ortiq uy yonib ketdi. Ular orasida Mel Gibson, Billy Crystal, Jeff Bridges, Ben Affleck, Paris Hilton va boshqa ko'plab mashhurlarning ham uylari bor edi. Shuningdek, ko'plab modernistik arxitektura yodgorliklari yonib ketdi. Hashamatli uylar, cherkovlar va butun posyolkalar. Fevral oyida Sitsiliyada Etna vulqoni otildi. Bu deyarli har yili ro'y beradi. Ba'zida esa yilga bir necha marta. Bu safargisi jiddiy talafotlarsiz kechdi. Mart oyi boshida o'tkazilgan Oskar taqdimotida striptiz barda ishlovchi ayolning rossiyalik oligarx o'g'li bilan munosabatlari haqida hikoya qilingan Anora filmi asosiy sovrinlarni qo'lga kiritdi. Shon Beyker eng yaxshi ssenarist-navis, rejissyor va montajyor sifatida taqdirlandi. Mayke Madison eng yaxshi aktrisa deb tan olindi. Shuningdek, Anora eng yaxshi film nominatsiyasida g'olib chiqdi. Yura Borisov ikkinchi plandagi eng yaxshi erkak roli uchun da'vogarlik qilgan ilk rossiyalik aktyor bo'ldi. Anora 2024-yildayoq Kann kinofestivalida Oltin palma yaprog'i mukofotini qo'lga kiritgandi. Rossiya qo'shini mart oyi o'rtalarida Sudjani ozod etdi. Ukraina qurolli kuchlari Kursk oblastidagi bu shaharni 2024-yil avgustida amalga oshirilgan kutilmagan hujum vaqtida egallab olgandi. Kursk oblastida 2022-yildayoq mudofaa inshootlari qurilgandi, ammo korrupsiya tufayli ular yaroqsiz holda ekani ma'lum bo'ldi. Holat yuzasidan bir necha jinoiy ish ochildi. Kursk oblasti sobiq gubernatori Aleksey Smirnov ham hibsga olindi. 2022-yilda u oblast hukumati rahbari bo'lgan. 2022-yilda oblast gubernatori bo'lgan. Keyinroq transport vaziriga aylangan Roman Starovoyt iste'foga chiqarildi. Ko'p o'tmay u o'z joniga qasd qiladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va AQSh prezidenti Donald Trump Rim papasi Fransiskni dafn etish marosimi vaqtida Vatikandagi Avliyo Pyotr saborida 26-aprel Shveysariyaning Vale kantogidagi sobiq Blatyan qishlog'i, Alp tog'laridagi Lechyantol vodiysi, may oyida tosh tushishi va muzli ko'chishi oqibatida qishloq, tuproq va toshlar qatlami ostida qoldi. Blatyanda yashovchi 92 kishi o'z vaqtida evakuatsiya qilingandi, faqat bir kishi halok bo'lgan. Iqlim o'zgarishi tufayli muzliklar erishi falokatning ehtimoliy sababi sifatida ko'rilgan. Yangi Rim papasi Lev 14 birinchi matbuot anjumanida u Amerikaning Chikago shtatidan qadimiy Avgustinchilar monarxlik ordeni a'zosi, missioner. Uning 8-may kungi saylanishi oldingi papa Fransisk I o'tkazgan islohot natijasida bo'ldi. Kardinallar hay'ati tarkibi kengaydi. Endi undan nafaqat an'anaviy katolik bo'lgan mamlakatlar episkoplari, balki Indoneziya jahondagi eng yirik musulmonlar mamlakati va Isroildagi yepiskoplar ham o'rin olishi mumkin. Sentyabr oyida Lev 14 Karlo Akutisni kanonizatsiya, bu xristianlikda vafot etgan odamni cherkov rasmiy ravishda muqaddaslar ro'yxatiga kiritish, uni sharif deb e'lon qilish jarayonidir. Bu odatda odamning din yo'lida qilgan xizmatlari asosida amalga oshiriladi. U birinchi millioner avliyoga aylandi. 12-iyun kuni Hindistonning Ahmadobod shahri aeroporti yaqinida Air India aviakompaniyasining Londonga uchayotgan Boeing 787 Dreamliner samolyoti halokatga uchradi. Samolyot talabalar yotoqxonasi ustiga qulab tushgan. Bortdagi 241 kishi va yerdagi 19 kishi halok bo'lgan. Birgina yo'lovchi mo'jiza tufayli omon qolgan. Tekshiruvlarda halokatga uchuvchilarning biri noma'lum sababga ko'ra parvoz boshlagandan keyin darhol samolyot dvigateliga yoqilg'i sotishni o'chirib qo'ygani aniqlangan. G'azo sektori yilning birinchi yarmida urush davom etdi. Iyun oyida esa Amerika-Isroil gumanitar fondi faoliyati boshlandi. Bu fondning vazifasi gumanitar yordamni olib kirish va taqsimlash, shuningdek BMTning Falastinlik qochqinlar ishlari bo'yicha agentligi o'rnini egallash edi. Isroil bu fondni 2024-yildayoq Hamas bilan aloqadorlikda gumonlab hududdan chiqarib yuborgandi. Gumanitar yordam tarqatiladigan yangi punktlarda ishlar juda yomon tashkillashtirilgandi. Tiqilinchlar va mushtlashuvlar odatiy holatga aylandi. Isroillik harbiylar esa olomonni o'qqa tutar, o'nlab kishilar halok bo'lar edi. Iyun oyida Isroil 12 kun mobaynida Eronni bombardimon qildi.
Islom Respublikasi havo hujumidan mudofaa kuchlari deyarli to'liq yakson etildi. Raketa bazalari vayron qilindi. O'nlab yuqori martabali harbiy mulozimlar, jumladan Islom inqilobi muhofizlari korpusi qo'mondonligi to'liq tarkibida o'ldirildi. Qurbonlar orasida yadroviy dastur bo'yicha ishlayotgan yetakchi olimlar va muhandislar ham bor edi. Eronning barcha asosiy yadroviy obyektlari zarbaga uchradi. Yakuniy bosqichda AQSh ham qo'shildi. Amerika harbiylari Eron yadroviy dasturining yuragi bo'lgan Fordo obyektiga eng kuchli bombalarni tashladi. Eron bunga javoban Isroil va Qatardagi Amerika bazasini raketalar bilan o'qqa tutdi. Isroil va AQSh Eronning yadro quroliga ega bo'lishining oldini olishga yoki hech bo'lmaganda kechiktirishga muvaffaq bo'lgani haqida bahslar hali ham davom etmoqda. Ammo bu Islom Respublikasi uchun eng og'ir zarba bo'lgani aniq. AQShda immigratsiyaga qarshi kurashda yangi taktika, oilalarni namoyishkorona ajratish boshlandi. Ko'pchilik boshpana berish rad etilgan va deportatsiya to'g'risidagi qaror topshirilgandan keyin ham mamlakatda tark etishdan bosh tortdi. Ularni qo'lga olishadi. Agar ular farzandlari bilan kelgan bo'lsa, ularni olib qo'yishadi va asrab olingan oilalariga yoki maxsus boshpanalarga yuborishadi. Ayriliq oylab davom etishi mumkin. Los Anjelesda migratsiya politsiyasining reydlari va AQSh hududida noqonuniy bo'lib turishga gumon qilingan shaxslarning ommaviy hibsga olinishi iyun oyida noroziliklarga sabab bo'ldi. Tez orada ular yo'llarni to'sish, o't qo'yish va do'konlarni talon-taroj qilish holatlari kuzatilgan tartibsizliklarga aylandi. Politsiya ko'zidan yosh oqizuvchi gaz va yorug'lik shovqinli granatalardan foydalangan. Prezident Donald Tramp tartibsizliklarni bostirish uchun Milliy gvardiya kuchlarini yubordi. Keyinchalik u yana bir qancha yirik shaharlarga, jumladan Vashingtonda Milliy gvardiya bo'linmalarini kiritdi va buni jinoyatchilikka qarshi kurash va noqonuniy muhojirlarni ommaviy deportatsiya qilish dasturini amalga oshiradigan migratsiya politsiyasining ishini ta'minlash zarurati bilan izohladi. AQSh prezidenti Donald Tramp 15-avgust kuni Alyaskaning Ankarish shahrida Rossiya prezidenti Vladimir Putinni qarshi olmoqda. Bu Trampning Rossiya-Ukraina urushini, Kiyev va uning Yevropadagi ittifoqchilarini aylanib o'tgan holda Rossiya bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar yo'li bilan hal qilishga bo'lgan ikkinchi urinishi edi. 1-aprelda bo'lgandi. AQSh davlat departamenti rahbari Marko Rubio hamda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ar-Riyodda uchrashgandi. Bu safar Tramp shaxsan o'zi ishga kirishdi va agar Putin o't ochishni to'xtatishga rozi bo'lmaydigan bo'lsa, Rossiyaga jiddiy oqibatlar bilan tahdid qildi. Lekin sammit diplomatik muvaffaqiyat keltirmadi. G'arb matbuoti yakdillik bilan buni Trampning muvaffaqiyatsizligi sifatida baholadi. Va'da qilingan jiddiy oqibatlar oktyabr oyida ro'y berdi. AQSh Rosneft va Lukoilga nisbatan sanksiyalar kiritdi. Avgust oyida Pekinda birinchi butunjahon odamsimon robotlar o'yinlari bo'lib o'tdi. Unda 16 ta davlatdan 280 ta jamoa ishtirok etdi. Robotlar yugurish, futbol, ushu, shuningdek tabletkalarni saralash va mehmonxona xonalarini tozalash kabi operatsiyalarni bajarishda musobaqalashdi. Harbiy tahlilchilar bir necha yildan buyon dronlar inqilobi haqida gapirib kelishadi. 2025-yilda butun dunyo jamoatchiligi Rossiya-Ukraina urushi misolida bu inqilob nima ekanini aniqroq bilib oldi. Har ikki tomondan harbiy yo'qotishlar va yetkazilgan zararlarning 70% dronlar hujumi oqibatida bo'lgandi. Urush tumani g'oyib bo'lishi va front chizig'ini yorib o'tish uchun sezilarli miqdordagi katta kuchlarni yashirincha to'plashning iloji yo'qligi dronlar tufaylidir. Front chizig'idan ancha ichkaridagi asosiy nishonlarga zarbalar, jumladan Ukrainaning O'rgimchak to'ri operatsiyasi yoki Isroilning Eron havo mudofaasi va raketa bazalariga qarshi operatsiyasi kabi keng ko'lamli diversiya harakatlari dronlar tufaylidir. Kuzda Rossiya dronlari Polsha va NATOning boshqa davlatlariga uchib kirishni boshlaganida ularni to'xtatish uchun jangovar samolyotlar havoga ko'tarishga to'g'ri keldi. Bitta dron narxi bir necha ming, ko'pi bilan 10 minglab dollarga baholandi. Uni tutib olish uchun ishlatilgan raketalar esa 100 minglab va millionlab dollarga tushadi. Shu yildan Yevropa davlatlari va AQSh dronlarini rivojlantirish va ishlab chiqarish, shuningdek, dronlardan himoyalanish bo'yicha keng ko'lamli dasturlarni faol ishga tushira boshladi. 10-sentyabr kuni Arizona shtati universiteti kampusida amerikalik konservativ faol Charlie Kirkning o'ldirilishi muhim siyosiy voqea bo'ldi. Prezident Donald Tramp va uning ko'plab yaqin safdoshlari dafn marosimiga qatnashib, o'z nutqlarida Kirkning o'limidan to'g'ridan-to'g'ri so'l kuchlarni ayblashdi. AQShda siyosiy qutblarning shu darajaga yetganki, ayrimlar fuqarolik urushi haqida gapira boshladi. Chukotka dengiz bo'ylab sayohat paytida bortida fotograf Vadim Makharov bo'lgan kema sentyabr oyida Kalyuchin oroliga yaqinlashdi. Bu yerda Rossiyaning tashlandiq qutb stansiyasida oq ayiqlar o'rnashib olgan. Bu ayiqlar insonning sobiq turar joyiga joylashishi bilan bog'liq birinchi ma'lum holatdir. Makharov orolga tushmagan, uning barcha suratlari dron orqali olingan. Kuzda Rossiya hududi 1 yil oldin bo'lgani kabi Ukraina shaharlarini qishda yorug'liksiz va issiqliksiz qoldirish maqsadida mamlakat energetika infratuzilmalariga zarbalarni kuchaytirdi. Isroil harbiy vertolyoti 13-oktyabr kuni Tel Aviv yaqinida Shiba shifoxonasiga garovdan ozod etilgan Ziva Bermanni olib kelmoqda.
U Hamas a'zolari 2023-yil 7-oktyabrda Isroilga qilingan hujum chog'ida garovga olingan 250 dan ortiq isroillikdan biri bo'lgandi. Garovdagilarning oxirgi 20 nafari, jumladan Ziva ham Isroil va Hamas o'rtasida AQSh, Misr, Qatar va Turkiya vositachiligida erishilgan kelishuv natijasida uyga qaytgandi. Ushbu kelishuv Hamasni qurolsizlantirish, Isroil qo'shinlarini G'azo sektoridan olib chiqish va sektorni 2 yillik urushdan keyin xalqaro kuzatuv ostida tiklashni nazarda tutadi. Ko'p o'tmay kelishuv buzildi. Hamas qurollarni tashlamadi, Isroil ham chiqib ketmadi. Xalqaro hokimiyat organlari oxirigacha shakllantirilmadi. G'azoga va'da qilingan investitsiyalar baribir kelmadi. Hong Kongdagi Van Phu Court turar joy kompleksida kuchli yong'in. 26-27 noyabr kunlari mobaynida 32 qavatli 8 ta binoning 7 tasi yonib ketdi. Jami 161 kishi halok bo'ldi. Renovatsiyaga tushgan binolar atrofi bambukdan qurilish havolari va himoya panjaralari bilan o'rab qo'yilgan, yong'in shiddat bilan tarqalishiga yo'l ochdi. Suratda noyabr oqshomlaridan birida Rossiya dronlaridan biri Kiyev yaqinidagi Vishgorodda joylashgan uylardan biriga urilish oqibatlari aks etgan. Bir kishi halok bo'lib, 11 kishi yaralangan. Butun yil mobaynida bunday hujumlar oqibatida deyarli har kuni bir necha ukrainalik halok bo'lishi odatiy holiga aylandi. Grozny City kompleksi Ukraina dronlarining dekabr oyidagi hujumi oqibatlari. Avgustdan buyon Ukraina Rossiyaning ancha ichkari hududlariga muntazam hujum qila boshladi. Bu hujumlardan asosiy maqsad neft infratuzilmasi, neftni qayta ishlash zavodlari, eksport qiluvchi terminallar, neft quvurlari. Noyabr oyida esa Rossiyaning neftni sanksiyalarni chetlab o'tgan holda tashishda foydalanadigan yashirin flot tankerlari ham nishonga aylana boshlandi. Katta ehtimol bilan bu Rossiyaga bosim o'tkazish bo'yicha AQSh prezidenti Donald Tramp tomonidan ma'qullangan yangi strategiyaning bir qismi hisoblanadi. Rosneft va Lukoilga qarshi sanksiyalar bilan birgalikda bunday zarbalar Rossiya iqtisodiyotining eng muhim tarmog'iga sezilarli zarar yetkazdi. Belarusda 13-dekabr kuni 123 nafar siyosiy mahbus ozod qilindi. Ular orasida 2022-yilgi namoyishlar yetakchilari ham bor. Xususan, huquq faoli, tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti laureati Ales Belyaski, Aleksandr Lukashenkoning prezidentlik saylovlaridagi raqibi Viktor Babarikoning shtabi boshlig'i Mariya Kolesnikova ham ozodlikka chiqdi. Ularning ko'pchiligi Ukraina hududiga olib o'tildi. Ularning ozod etilishi Lukashenko va AQSh o'rtasidagi kelishuvning bir qismi bo'ldi. Buning evaziga dunyodagi eng yirik kaliy o'g'itlar ishlab chiqaruvchisi va Belarus iqtisodiyoti uchun muhim korxonalardan biri bo'lgan Belarus Kaliga qarshi sanksiyalar bekor qilindi. 2024-yil dekabrda Kerch bo'g'ozida 2 ta tanker halokatga uchragan va bir necha ming tonna mazut dengiziga to'qilgandi. Buning oqibatida butun mintaqaning ekotizmi zarar ko'rdi. Xususan, minglab suv qushlari nobud bo'lgan. Shuningdek, avariya tufayli Rossiya janubida kurort mavsumi ochilishidan oldin Qora dengiz sohilining katta qismida, shu jumladan Anapada ham sohil hududlari dam olish uchun yaroqsiz holga kelgani ma'lum bo'ldi. Plyajlarni tozalash butun 2025-yil davomida davom etdi. Asosan, mahalliy aholi va ko'ngillilar tomonidan. Umuman olganda, qirg'oq ekotizmini tiklash uchun 5-6 yil kerak bo'lishi aytilmoqda.